Barchaga assalomu alaykum. Bugungi video darsligimiz AutoCAD dasturida 2D ya'ni burchak shtam chizishni ko'rib o'tamiz. Xo'sh. A4 listga chizaman. Mana A4 listimiz 297 mm ga 210 mm. Xo'sh. Descartes koordinatlar sistemasidan mana 0 nuqtadan chizishni boshlayman. Ya'ni to'rtburchakni tanlab turib 0 oldi bosib 297 ga 210 mm 297 ga 210 mm bosib okni bosaman. Xo'sh, yaqinlashtirishmoqchi bo'lsak agar sichqonchani roligini 2 marta bossak o'zi biza markazimizga, ekran markaziga olib kelib beradi. Xo'sh, bu tomondan 20 mm tashlab pastdan 5 mm ko'tarib chizaman. Tak 20 mm, tap 5 mm. Mana eng oxirgacha ko'targanimda mana 277 ga 205 5 mm tepadan tushiramiz, yon tomondan ham 5 mm tushiramiz. 272 mm ga 200 mm. Xo'sh, A4 listimizda chizib oldik. Xo'sh, endi burchak shtampda chizishni boshlaymiz. 185 ga 55 mm, ana 185 ga 185 mm ga 55 mm. Xo'sh. Bu tomon 65 mm ga 55 65 mm, keyin tabni bosib 55 mm da bu yozaman. Xuddi shunday mana pastlar har bitta katakchada 5 mm dan pastga tomon to'g'ri chizmoqchi bo'lsak pastga mana buni bosib olishimiz kerak. O'shanda bizga to'ppa-to'g'ri chizib beradi. Pastga 5 mm. Escape tugmasini bosaman. Xo'sh, shuni tanlab turib 5 mm. Har bitta katakchalarimiz 5 mm dan. Escape tugmasini bosib o'raman. Endi bu tomondan 10 mm pastgacha tortaman. Bu tomon 15 mm tepaga chiqaman. Bu tomon 23 mm pastga tortaman mana. Komandani tugatish bosmoqchi bo'lsam escape tugmasini bosib o'raman klaviaturadan. Xo'sh. Bu tomondan yana 10 mm. Xo'sh. Xuddi shunday. 1 2 3-chi qatorda mana buni tanlab turib oxirgacha tortaveraman. Escape tugmasini bosaman. Pastdan ham xuddi shunday. Escape tugmasini bosaman. Xo'sh. Ya'ni liniya, ya'ni line chizig'ini tanlab bu tomondan 70 mm tepaga tortaman mana. Escape tugmasini bosaman. Pastdan 5 mm. Xo'sh, escape tugmasini bosaman. Bu tomondan ham 5 mm tepaga
escape tugmasini bosib o'raman. Yana liniya chizishni tanlab turib, yon tomonga 18 mm, 17-15 mm ekan. o'n sakkiz millimetr, 17 millimetr. Pastga tortaveramiz buni. Xo'sh. Endi bu tamom 5 millimetrdan 5 millimetr pastga tortaman. Tomonga 5 millimetr. Escape tugmasini bosaman. Xo'sh, bu tomondan bu yoqqacha 20 millimetr. Mana hurmatli do'stlar, bugun A4 listimizga xuddi shunaqa burchak shtam chizishni ko'rib o'tdik. Keyingi videolarda yanada qiziqroq AutoCADda yasashni ko'rsataman, 2D chizmalarni.